o'tamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. To'g'risini aytsam, efir qilish niyatim yo'q edi. Ertaga qilish niyatim bor edi o'zi. Hozir efir qilish maqsadim ishchi guruh, ya'ni Murambayev degan bir mahallalar uyushmasi boshlig'i bor. Termizga yetib kelishibdi. Termizga yetib kelishib, hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Qani, hozir qolmagan bo'lsa, hozir Instagramda topaylik. Qani bu maymunlar hozir Surxondaryo. Xo'sh, Surxondaryo qani? Qayerda yo'qoldi bular? Xo'sh. Hozir qani ekan saqlanit? Hozir emas, bu emas. Xo'sh, hozir topolmayapman. Bu o'tib ketdi, bu telefonimda qolib ketdi. Xo'sh. Masqarabozlarni ko'ryapsizlar. O'zingizga yana bir marta tushuntirish berib o'tib ketaman. Aziz tomoshabinlar, bu haqida alohida bir videolar tayyorlash, kontentlar tayyorlash va bu kontentlarni Ulug'bek Ashur akani kanalida chiqarish niyatlarim bor. Ulug'bek Ashur aka bilan ham gaplashdim. Ya'ni u kishi rozi bo'ldilar. Fazilat, sizning muxlislaringiz meni kanalimda ham bor. Ko'p kishi juda ko'p so'raydi. Ya'ni Salima va Fazilatni videolarini chiqaring, nimaga chiqarmayapsiz degan takliflar menga juda ko'p keladi. Shuning uchun bemalol video tayyorlab bersangiz, men chiqarib beraman deganlar. Nasib kuzatib boringlar. Hozir nima desam ekan, o'zimning ishlarim bor. Bugun kunda ko'ryapsizlar, endi bir eski va nimaga to'xtalib o'tib ketsak. Bilasizlar, 2016-yilgacha Islom Karimov davri prezidentimiz edilar. Undan keyin mana 2017-yil Shavkat Mirziyoyev Miromonovich prezidentimiz bo'ldilar. 18-yil davlat xavfsizlik xizmatini ya'ni zaiflashtirdilar. Vakolatlar olinib, viloyat hokimligiga berildi va viloyat hokimini nazorat qiluvchi prezident administratori tashkil etildi. Prezident administratorining boshlig'i etib esa prezidentimizning yaqin kotiblari bo'lib ishlagan va ishonchli nimalari kim Zaynobiddin Nizomiddinov tayinlandi. Va shu yerda mening vakilim asossiz bugungi kunda viloyat hokimlari, shahar hokimlariga jinoyat ishi ochmaysan deb aytilib o'tilib ketdim. Bu paytdan foydalangan, ya'ni mansab berilgan, vakolat yana qaytib ichki ishlar, prokuratura va hokimiyatga berilgandan keyin bular bu vakolatni yo'qotmaslik uchun, bu vakolat doirasida iloji boricha xavfsizlikni yomon ko'rsatish va bularni faqat shu administrator nazorat qilib, administrator qachonki jinoyat ishi ochsa, dabro bersagina prokuraturaga, o'shandagina ochishi bularga qo'l keldi. Qo'l kelgandan keyin administratorni Zaynobiddin Nizomiddinov boshqargandan keyin bu juda qilin qilib, ya'ni bironta bir hokim, bironta bir viloyat hokim deymizmi, boshqasimi jinoyat bilan ushlansa, administrator jinoyat ishi ochirishga yo'l qo'ymas edi. Prezidentimiz siyosatiga qarshi chiqamiz, prezidentimiz bunday degan edilar. Maqsad esa o'zlarining jinoyati fosh bo'lishidan qo'rqishidan va jinoiy daromaddan kelayotgan pullar va vakolat qaytib xavfsizlikka beriladi degan vahimada bular nima desam ekan, bir-birini nimasini yopishni boshladi, aybini. Va ichki ishlar, prokuratura, hokimiyat birlashishdi va buning boshchiligida esa administrator. Bilasizlar, 2021-yilmi, 22 edimi qo'zg'alon bo'ldi.
qo'zg'olonda o'zlaringiz bilasizlar, Qoraqalpoqqa nimasida bo'ldi? Ya'ni administratorning e'tiborsizligi, administratorda mana viloyat hokimidan bo'layotgan xalqning noroziligi, konstitutsiyani o'zgarishi, e'tiborsizligini oqibatida qo'zg'olon bo'ldi va ishdan kisht bo'ldi. Zaynobiddin Nizomiddinov kish bo'lgandan keyin Sardor Umurzoqov keldi. Sardor Umurzoqov kelgandan keyin Sardor Umurzoqov shu vatanim, xalqim deb bugungi kunda mana shu administrator orqali viloyat hokimlar qancha davlat obyektlari shu hisobidan quriladigan qancha pullar, yo'llar, bularni hech kim tekshiradigan joy yo'q. Prokuratura o'ziniki, faqat administratorgina buyruq bersagina bularga jinoyat ishi ochiladi. Nima bo'ldi? O'sha kerak bo'lsa administratorning xodimlari, o'sha yerda ishlaydigan xodimlar ham Sardor Umurzoqovga qarshi chiqishdi. U shahar hokimlarini qilayotgan jinoyatlari, talonchilik, mumkinda davlat misol xalq uchun qo'yilayotgan misol oddiy yo'l bo'ladimi, obyekt bo'ladimi, yagona darcha bo'ladimi, qurilishlarda bular qancha talon-taroj qilayotganini bilib, hokimlar ustidan jinoiy ish ochishni boshlab qamoqqa tiqdi. Kerak bo'lsa elektr bo'ladimi, energiya tizimi bo'ladimi, bir o'zi bilmaydiki qancha ajdarhoga qarshi chiqdi. Afsuski 1 yilga bormadi. Sunniy bular delalar tayyorlab, tuhmatlar tayyorlab, bu prezident bo'lmoqchi, buni qilayotgan ishini xalq qo'llab-quvvatlayapti, sizni joyingizda egallamoqchi, fitna uyg'otmoqchi degan bo'xtonlarni uyushtirib, Sardor Umurzoqovni ham tagiga suv qo'yib yuborishdi. Bu korrupsioner poraxo'rlar. Bu poraxo'rlardan keyin yana bir kishi bo'ldi, u ham kishi bo'ldi. Kishi bo'lgandan keyin Komil Allamjonov bu lavozimga kelish uchun Saida Mirziyoyevdan foydalandi. Saida Mirziyoyeva kelindi. Saida Mirziyoyevadan keyin mana Komil Allamjonov bilasiz, ko'p narsalar Komil Allamjonovning taklifi bilan bo'ladi, ya'ni bugungi kunda yordamchi, maslahatchi. Nima bo'lyapti mana viloyat hokimiyatlari? Viloyat hokimi bunday qarasangiz bir masqaraboz-da ular, masqaraboz. Bir o'rtadagi o'ynayotgan, bir rolini bajarayotgan masqaraboz bular. Bu masqarabozlarni olib chiqib qahramonga chiqarishyapti. Go'yoki bular super qahramon, go'yoki bular hamma joyda chiki qilishyapti. Maqsad nima? Maqsad bitta. Bularning ustida nazorat kerak emas. Administratorning o'zi chiki qilib bularni boshqaryapti. Pullar esa chiqib ketaveryapti. 1 milliardlik yo'l 10 milliard yuqoridan tasdiqlanyapti. Ha, shuncha pul ketdi deb pullar talon-taroj bo'lib ketyapti. Xalq kundan kun e'tirozini bildirishni boshlayapti. Mana bugungi kunda mahalla deymizmi, hokimiyat deymizmi, bozor deymizmi, yer deymizmi, bular jinoyatini qanday sodir etyapti? Prezident qaror chiqaryapti. Aholining yaxshi yashashi uchun, infratuzilmasi yaxshi bo'lishi uchun, mana oddiy misol, mana bizning yerimiz City Mall qurilsin. Hamma viloyatliklar shaharga kelishi shart emas. O'sha shahardagi qulayliklar viloyatlarda ham bo'lsin degan zamonaviy tipda City Malllar bo'lsin. Xuddi mana Toshkentda qanday misol City Mall bular qurilgan bo'lsa, o'sha loyiha Surxondaryoda ham bo'lsin, boshqa joyda ham bo'lsin deyapti, viloyatlar aro. O'sha ijroni ta'minlash esa, misol ijro chiqadi, qaror, o'sha qaror administratorga kelgandan keyin administrator viloyatlar aro har bir viloyat hokimiga topshiriq beriladi. Topshiriq berganda City Mall qurilsin, joy nima qilinglar, bizga taklif beringlar. Keyin bular nima qiladi viloyat hokimiyatlar? Qaraydi, eng yog'liqqina joy kerak. Bu jinoyat, ya'ni manfaatdor bo'lish evaziga, ya'ni mansabini suiiste'mol qilgan holatda, ya'ni hokimiyat vakilida bu. Hokimiyat vakilini suiiste'mol qilgan holatda joy tayinlaydi. Yangi bir yaxshi joy, ya'ni sentralni bozor atrofi, o'sha atrofda kimga berilgan? Tadbirkorlarga berilgan. Yer maydoni qanday? O'sha yer maydon bugungi kunda narxi qanday? Oladida tadbirkorlarni bugungi kunda og'zini yopish, 2 sekundga ichki ishlar prokuratura birlashgan-ku. Davay deydi. Ichki ishlar prokuratura esa xavfsizlikka o'tmasligi uchun mana bu masqarabozni esa himoya qilib, buni aytgan to'g'ri deb odamlarni o'borib qamaveradi. Yo'q, odamlarning o'zi mashinik o'g'ri, bizni mana masqarabozimiz super qahramon qilib ko'rsataveradi. To'g'ri qaror qilganlar,
bular o'z boshimcha egallab olgan degan fikrni sudya esa ma'qullab beradi. Mana shunaqa holat. Bizda yerda maydonda o'lyapti, qarayapti, yo'g'liqqina joy, zo'r joy, bozor atrofi. Go'yoki yonimizda bir 50 ta yana magazinchilar bor, bizdan keyin yana 100 ta magazinchi. Ko'chani yuzini oladi, eng gavjum joy, zo'r joyda quruvchini chaqiradi, o'ziga tanishi bo'lgan quruvchilar oldindan salom alik qilib yurgan. Mana oldin Erkin Xudo, Nodir Xudo der edik-a. Hozir bugungi kunda Ulug'bek Qodirov Xudo, Ulug'bek Xudo bo'lib turibdi. Chaqirishadi. Mana shu joyda olasan deydi. Mana shu yerga City Mall bilan. Bular loyiha gameplanni olib, mana shu yer maydoni, ya'ni City Mall qurilishi uchun katta yer maydoni kerak. Bular mana shu joyda odamlarnikini qo'shib lukka hisoblaydi. Yana hokim aytganday, odam bilan ko'mib tashlayapti-ku, bular datavo zo'rda. Administratorda aytgani bo'ladi. Bu yerga prokuratura hech kim hech narsa qila olmaydi. Administrator nima desa shu bo'ladi. O'lyapti-da, loyiha qilib jo'natyapti. Mana biz deyapti, mana bu yerga tadbirkorda 50 tasini oldik, 50 tasi esa bo'sh yer maydon qilib ko'rsatadi Ulug'bek Qosimov. Arxitekturaga davay yozib berasan deydi, kadastrga davay yozib berasan, hech kim yo'q deydi. Administratorga olib beradi. Administratorda ham o'ziga yaqin tanishlari bor. Mana shu yo'qliqqina joy dedi, odamlarni deydi sudga beramiz deydi, jab bo'lmasa deydi, 3 yil 4 yildan beri qurilish qilmay yuribdi deydi. Asos qiladi, lekin hech qanaqa sud put qo'lida yo'q. Bir ikki chirilasa deydi, olib borib tiqib qo'yamiz deydi, bo'ldi, hammasi chiki deydi. Ijrosi mana ta'minladi deydi. Maqsad esa bu yerda o'sha insonlarning joyini tortib olib, o'z manfaatini yo'liga, jinoiy daromadidan topgan pullarni esa legallashtirish, shilish. Administrator esa tasdiqlab beryapti. Bizning joyimizni, yo'limizni peshoxodlar bilan qo'shib berib, bizning joyimizni ham loyiha qilib olgan, gameplan qilib Ulug'bek Qodirovga ko'rsatib bergan. Quruvchi tashkilot Turkiya kompaniyasi bilan birga ko'rsatib beryapti. Mana sizlarga tomosha. Bular shunchalik zo'r beryaptiki, nima bo'lsa ham shu xavfsizlik ustimizga nazorat qilmasin, berilmasin, bizni o'zimiz zo'r qilyapmiz deb bekordan bekor Milliy gvardiya, bekordan bekor patrul post xizmati tashkil etilmayapti. Maqsad bizni o'zimiz boshqaryapmiz, ichki siyosatni hamma rozi, viloyat hokim zo'r. Mana kecha bitta misol keltiraman. Ulug'bek Qosimov Muzrabotda bir xonadonni bezab beribdi, remont qilib. Borib uni prezidentimizning bugungi kunda kam ta'minlangan oilalarga e'tibor qaratish va ularga ko'maklashish va ularni moddiy tomondan manfaatdor rag'batlantirib turish maqsadida bugun Ulug'bek Qosimov Muzrabot yashash xonadonida nima ko'rsatib, palon pistoncha uylarni qilib berdi deb ko'rsatyapti, ko'z qilib. Xo'sh, ha, yaxshi remont qilibsan. Hammanikini qilyapsanmi yo lotereya o'ynatdingmi, jackpotdan chiqdimi Muzrabot xonadon? Bunaqa xonadon tiqilib, to'lib, toshib yotibdi. Yaqinda odamlar sadaqa so'rab chiqadi ko'chaga-da. Seni nima deyapti? Kambag'allikdan qisqartir, o'rganish qil. Bugungi kunda insonlarimiz nimadan ko'pincha e'tiroz, ya'ni tadbirkorlik qilayotganda nima xalaqit beryapti? Bugungi kunda qanday aholini kambag'allikdan chiqaramiz, qanday chorvachilikni rivojlantiramiz, qanday dehqonchilikni eksport darajasiga chiqaramiz deb beryapti. Afsuski, mana bular kallasi bor, miyasi yo'qlar nima qilishini bilmay, yana bittasi mana bugungi kunda ko'ryapsiz, birovni uyiga borib, uyingni nimaga tozalamayapsan deb chiqyapti. Datavo miyasi yo'qligidan nima ish qilishni bilmay, ma'no, mazmun, mohiyatini, farmonni ijrosini ta'minlashini bilmagan hokim birovni uyiga borib, xolodilnikini ochib, xolodilnikingni nimaga tozalamading deyapti. U xonadonni egasi agar men o'rnida bo'lganimda bir bel bilan ketmonni berar edimda, davay poybel qilmani ber der edim. Sug'orib ber der edim. Qo'ylarga bir nimani berib, meni atyorkani, svetimni sozlab ber der edim. Joyiga bo'lganimda agar. Bu masqarabozlarni yig'ishtirib o'ylab, bu masqarabozlar faqat talonchilik. Bu talonchilik orqali ayrim mansabdorlar, administratordagi xodimlar,
ayrim vazirlik, mana bu kadastr vazirligi deymizmi, arxitektura vazirlik talon taroj qilyapti budjetni pulini, kelayotgan chetdagi prezident olib kelayotgan kreditda. Prezidentning maqsadi kredit olib aholini yaxshi yashashi, turizm oqimini yaxshi qilish, davlatlar bilan chegarani ochib hamdo'stlikni oshirish maqsadida pullarni olib, maqsad zamonaviy Yevropa uslubida qilish. Lekin bular o'sha maqsadni ko'rib 1 milliard bilan bitadigan joyda 100 milliard ketadi deb talon-taroj qilishyapti. Boshlarida ega turadigan oldingi xavfsizlik xizmati yo'q. Administrator turibdi. Administrator to'ki bularga davro bermaguncha prokuratura jinoyat ishi ochmaydi. Kerak bo'lsa hokimga o'zi yordam berib, qaysi fuqaro chiqib haqqini talab qilsa, o'sha prokuraturani o'zi o'sha tadbirkorga jinoyat ishi ochib, ichki ishlar bilan qamab qo'yadi. Maqsad viloyat hokimini yomon ko'rsatmaslik, hech qanaqangi uni jinoyatini oshkor qilmaslik. Boring, ichki ishlarga boring, prokuraturaga, hokimni ustidan qani yozib beringchi, qaysi biri jinoyat ishi ochadi. To'ki prezident administratoridan davro kelmaguncha birontasiga jinoyat ishi ochilmaydi. Birontasi. Maqsad nima? Qami ko'zsiz o'zimiz eplayapmiz, o'zimiz qilyapmiz. Mana biz mana bu yerda bugun gul ekdik, mana daraxt ekdik, ana bargni uzib borib ekyapti. Javob beradigan shaxs yo'q. Ko'prikni ko'raylik. O'pirilib ketdi. 128 yil garantiya bergan hokimimiz ham yo'q. Qani jinoyat ishi ochildimi? Ochilgani yo'q. Oddiy ichki ishlar xodimi mana generalmi, mineralmi kim? Ha, nima deyapti? Kim enavi? Ismi? Generaldi. Turmaxonani boshlig'i bilan yana bittasi kim? Yana bir tadbirkordi nimasi? Ha, zarar undirildi deyapti. 128 milliard pul ukasimi akasi tomonidan zarar undirilibdi. Ha, yaxshi. Undirilibdi. Lekin bu generalga qanaqa jinoyatlar, moddalar bilan jinoyat ishi ochilgan edi? 210 pora olish albatta bo'ladi. Restorata yo'li bo'ladi. Keyin talon-taroj, mana shu restorata yo'li, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, yana shtamplar обязательно qo'shiladi, soxtalashtirish. 1000 zarar qoplangan bo'lsa ham uni qo'yib yuborishga hech kimda haqqi yo'q. Oddiy siz mana hozir oddiy bir blogerni qamab qo'yib 165 ni bo'yniga qo'yib zarar qoplangan 1 million bo'lsa ham qo'yib yuboryaptimi? Qo'yib yuboryaptimi? Bu temboli mansabdor shaxs, kimsan? General, ichki ishlarni generali. Bular nima bo'ladi? Vahima bosadi. Hozir mana prezidentga boradi, biz eplolmayapmiz, biz qilolmayapmiz. 5 ta tashkilot bo'lib ham aqlimiz yetmayapti. Bizni mana bu tayyor pul o'qib kelyapti. Bu puldan qolamiz deydi. Bular bir kishi emas. Nechta tashkilot birlashgan. Vahima bular. Hozir mana bu oladi. Mana oladi, ana oladi. Hozir biz buni chiqib ketmasak, yanglishmovchilik bo'ldi, anglashmovchilik bo'ldi. Buni hali xodimi qilgan ekan, bu general qilmagan ekan. Aybdor mana bu kotibi ekan, aybdor shofyori ekan deb birovni oladida 5 milliard olasan deydi, o'rnimda o'tirib chiqasanmi deydi. 5 milliard bersa, men ham o'tirib chiqaman bir 4 yil, 5 yil. To'g'ri gapda. Turma nima borsam, mazza pulim bo'lsa, shokoladda yashayman. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q qamoqxonada agar pulingiz bo'lsa. Hamma narsani iloji bor. Nima deydi? Mana shunday. Shuning uchun mana o'zi Quronboyev kelibdi, ko'cha bo'ylab 4 kishini tanlab olgan viloyat hokimligidan. Sizlarga nima kerak deyapti? Qarangda. Miya yo'q, aql yo'q. Kelibsan. To'xtab tur, Surxondaryo aholisi qanchadan iborat? O'sha mahallalarda spiska bo'ladi. Temir daftarga kirgan ayollar bor. Nechtasi Rossiyaga ketib, nechtasi uyida o'tirgan. Bugungi kunda uyga keladigan daromadi qayerdan kelib chiqyapti? YTT bormi nomida, firma bormi? Senga hisobot beradi. O'tirib, qani mahalla o'tirib yig'ilish qilchi. Qaysi xonadon bugungi kunda sharoiti og'ir? Bugungi kunda ularga qanday o'quv markazlari umuman bir tinga qimmat, hech kim hech narsani o'rgatmaydi. Bo'yib ketadi deb. Huquqni o'rgansa, hozir bizdan haqqini so'raydi deb bular qo'rqadi. Qani ijro mana bunday bo'ladi. U qanaqa ijro bo'ldi u? Ko'chaga chiqib aylanib, to'da bir mafiya bo'lib yuribdi. Nima? Mana bugun nima respublika Quronboyev keldilar. Gapga qarang. Poraxo'r, bitta poraxo'r Erkin Alimov yuribdi. Poraxo'r
qamalgani ham yo'q. 100 milliard bilan ustidan jinoyat ishi ochildi. O'lamsirab bolesada yotuvdi, 8 ta xotini atrofini o'rab olgan edi. Pulni zo'rligidan. Qaranglar-da, qamalib chiqib keldi. Kimni dastidan? Prokuraturaga o'tganligi uchun, administratorga nima bo'lganligi uchun. Agar xavfsizlik bo'lganda, urug' aymog'iga o'tkazib qo'yadi-ku, o'shalargacha tortib bo'lar edi. Nodirga o'xshaganlar. Bu yoqda senior edi. Yeganini qusib, jig'ildondan tortib bo'lar edi. Nima qilyapti? Bizlarga olib, yana viloyatga oldiga olib qo'yapti. Mana bunday basharoni qarang, u o'layotgan edi, u turmada o'lib qoladi. Tashqarida turib tergovga qatnashish kerak deb spravkalar berildi. Respublika buni chiqarib olgan edi. Qaranglar, o'layotgan odam, infarkt odam, ishga layoqatsiz odam bugun kunda qanday mahallalar viloyatda boshlig'i bo'ldi. Men ajablanyapman. To'g'risi, pensioner nogiron qanday bo'lib u nimaga o'tiribdi? Nima qayerdan desalaring, ishonchni oqlagan, birovni mana bu o'ziga o'xshagan korrupsionerlarni sotmaganligi uchun. Shuning uchun mana hozir yana efirimda aytib o'tib ketaman. Ulug'bek Qosimov indinimda orqasida bilasan yerim bor, 218 kvadrat metr. Haydali quruvchi Termiz tezkor qurilish bilan biz muammomiz hal bo'ldi. Men hech qanaqangi undan e'tirozim yo'q. Biz kelishdik, ikkita tadbirkor rizolik bilan ikkalamiz hal qildik. Endi esa sen menga meni ya'ni ikkalamiz aramizda ajratib turuvchi yo'lni Ulug'bek Qodirovga qanday berding? Sen meni joyimda qanday mal bo'lyapti deb yuqoridan o'tkazib kelganliging bo'yicha menga hisobot berasan. Va sen jinoyat oldida, mana qonun oldida javob berasan. Mansab vakolatini suiiste'mol qilish, shtam muhrlarni soxtalashtirish va pora olish, manfaatingni evaziga quruvchiga beryapsan, o'zingga tanish bo'lganliging uchun. Men endi mana hozir yuribman, chiqish qilishda davom etaveraman. Agar birinchi, ikkinchi, uchinchi sen yopib ketaverasan, ko'chalar bo'ylab to'g'ri Washingtongacha borishim sal uzoqroq, chunki mendan 4 soatlik yo'l. New Yorkka borib downtownga, ya'ni Times Square, aholi gavjum bo'lgan joylarda chiqishlar qilib, ingliz tilida ham gapiraman, tekstlar yozib, haqqimda so'rayman prezident janoblaridan va Saida Mirziyoyevdan. Saida Mirziyoyevga iltimos qilamanki, Komil Allamjonovga bu tanish bo'lgan va sherik bo'lgan bu shaxs, bu kunda Komil Allamjonovning niyati shuni bilingki, sizni orqangizda o'tirib ishlarni qilib, mana eslang, Gulnora Karimovani, misol prezidentimiz o'lgandan keyin, mana o'g'ri, mana pullarni hammasini o'g'irlab ketgan shular, mana shular edi deb ko'rsatayotgan kim? Ertaga albatta o'zlari qilgan jinoyatlarni sizni eringiz, sizni pochchangiz prezidentimizni bo'yniga ko'rsatib, qo'l qo'shilib ko'rsatadiganlar shular va artistlar bo'ladi. Hech ham nima qilmaylar. Bular eng katta pulni yeyotgan mana shu hokimu, administratorda ishlaydigan, vazirlikda ishlaydigan, kadastrda ishlaydigan talon-taroj qilyapti. Erta mana sizlarni ko'rsatadi. Hozirdan shakllantirib boryapti har kuni. Boshqalar kanallari bilan. Umarov, Tursunov deb. To'g'risida Mirziyoyev deb. Maqsad joyni egallab olish. Prezidentga qarshi xalqni qo'yib, joyni egallab bir martaga o'zlari qilgan o'g'irliklarni, mana bu kreditdan bo'lgan qarzlarni yuzlarini oqartirib olish. Ha deydi, Saida yeb ketdi deydi. Umarov, Tursunov yeb ketdi kreditlarni deydi. Yo'l qurilishni ham deydi, boshqasini ham deydi. Mana endi biz hayotni yangidan boshlaymiz. Yangi O'zbekiston emas, yangi Pro Max O'zbekiston deb e'lon qilamiz deydi. Shunday deydi-da. Keyin yana nima? Kim aybdor? Siz, boshqalar aybdor bo'lib qoladi. Shuning uchun iltimos sizdan mana bu kursdoshingiz deyapti endi Ulug'bek Qosimovni. Endi buni to'g'risini endi ishonchli insonlardan men eshityapman. Bu kursdoshingiz Komil Allamjonov bilan til biriktirgan holatda Surxondaryo, ya'ni sizlar topshiriq bergansizlar City Mall
loyihasini ijrosini farmonni ijro etish buni vazifasiga kiradi. Bu bizlarni joyimizni ko'rsatib, mana shu yerga deb tasdiqlatib kelyapti sizlardan, prezident administratoridan. Bu yolg'on, bu tuhmat, ya'ni bu xudo bexabar. Mana bu Ulug'bek Qosimov bizni o'zini mavqe hokimiyat vakili bo'lganligi uchun, mansab suiiste'mol qilgani uchun u bizga tegishli bo'lgan yerda bo'sh yer maydon qilib sizlardan o'tkazib kelgan. Noqonuniy, keyinchalik bizdan reket yo'li bilan tortib olmoqchi. Eng kerakli yo'lga dom qurilish qilib, bizni yo'limizni yopib, majburlikdan keyin tortib olishini niyati. Uni gapiga ishonmang. Yolg'on, iltimos qilib qolaman, jinoyat ishi ochishingizni. Bugungi kunda prokuraturadan ham so'ramayman, nimadan ham so'ramayman, chunki jinoyat ishi ochish faqat siz dabro bersangizgina jinoyatni, mana bu bo'layotgan jinoyatlarni ko'rib, o'qib, o'zingiz ishonch hosil qilib, qachonki mana o'tgan safargidagi Olmazorga borib jinoyat ishi ochdingiz-ku, xuddi siz dabro bermasangiz bular jinoyat ishi ochmaydi. Ko'rib, bilib, mana videolarimni ko'rib turib, viloyat prokuraturasi o'tiribdi, hamkasbi sherigida Ulug'bek Qosimov. Chunki u ocholmaydi, xavfsizlik ham ocholmaydi. Xavfsizlikdan bugun vakolat olindi. Shuning uchun iltimos qilib qolaman. Saida Mirziyoyeva, endi buyog'i esa ko'p kishi yozibdi. Ming bor uzr, assalomu alaykum, yaxshimisiz singlim, to'g'ri aytasiz. Mana bugun chisloni ham aytib o'tib ketay. Bugun bizda endi Amerikada soat mana 8:15 bo'lyapti. 3-avgust 2026-yil. Sizlarda esa 4-avgust qabul qilindi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlarni hurmat qilaman. Mana 26 minut gapiribman. Xayr, bay bay.